Assalomu alaykum. Kuni kecha prezidentimiz tomonidan narkotiklarning noqonuniy muomalasi uchun javobgarlikni kuchaytirish to'g'risidagi o'ta muhim qonun qabul qilindi. Endilikda ushbu hujjat bilan yashirin narkolaboratoriyalar, bangixonalar tashkil etish, narko jinoyatlarga homiylik qilish, narkotiklarni transmilliy usulda yoki internet yordamida tarqatish kabi o'ta xavfli qilmishlar uchun oldin qonunchilikda bo'lmagan yangi javobgarlik belgilandi. Endi bu kabi jinoyatlarga qo'l urgan fuqarolarga 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi beriladi. Uyushgan narko jinoyatchilik uchun jazo choralari qariyb 2 barobar og'irlashtirildi. Oldin narko jinoyatlarini sodir etgan shaxslar qisqa vaqtlarda ozodlikka chiqib, o'z jinoiy qilmishlarini davom ettirib yuravergan. Endi bunday bo'lmaydi. Yangi qonunga ko'ra, narko jinoyatlarini sodir etgan shaxslar muddatidan oldin ozodlikka chiqarilmaydi. Ya'ni ular jazoni to'liq o'taydi. Endi voyaga yetmaganlarni narkotik iste'mol qilishga undash og'ir jinoyat sifatida baholanib, 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi qo'llaniladi. Ta'lim muassasalari, maktablar, talabalar yotoqxonalari, bolalar oromgohlarida voyaga yetmaganlarni narko jinoyatlarga jalb qilganlar 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Bu hujjat faqat jinoyatchilarni jazolash uchun emas, balki xalqimiz salomatligi va genofondini himoya qilish, yoshlarimizni fojiali yo'ldan asrab qolishga qaratilgan qonundir. Hurmatli ota-onalar, ko'rib turganingizdek, davlat narko jinoyatlarga qarshi qaqshatqich kurash e'lon qildi. Bugun prezident administratsiyasi qoshida narkotiklarga qarshi respublika maxsus ishchi guruhi faol ishlayapti. Narko laboratoriyalar, uyushgan narko jinoiy guruhlar yo'q qilinmoqda. Lekin ushbu kurash sizning yordamingizsiz bo'lmaydi. Fursatdan foydalanib har biringizni farzandlaringiz hayotiga befarq bo'lmaslikka, ushbu kurashda davlatga yordamchi va tayanch bo'lishga chaqirib qolaman. Zero bolalarimiz kelajagi bu millatimiz kelajagidir. Ushbu balo hech bir oilaga zarar keltirmasin.